Assalomu alaykum. Chimyon shabbodasi mehmonlari mana. Ko'lqubon quribdi. Ko'lqubon tevasida kichkina ko'lga chiqdi. Hamma sig'anib yuribdi. Mazza. Chiqinglar. 3-yanvar bugun. Dahshat. Shvetsariya deyishadi. Menimcha Shvetsariyada bunaqa joy yo'q bo'lsa kerak. Bu tabiiy bo'lganda muzlar. Shabbodamiz mehmonlar chiqmasalaring bo'lmaydi. Shunaqa mijalaring dam oladi. Bu og'iz bilan tushuntirish qiyin-da xullas. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi-ku. Chiqinglar, jon akalar, dam olib tushib ketinglar. Mijalaring dam oladi, charchoqlar chiqib ketadi. Asablar joyiga keladi. Sizlarga ilindim-da shatdi. Chiqmasalaring bo'lmaydi. Ko'lqubon tevasida kichkina ko'l. Til bilan tushuntirib bo'lmaydi.